Avans bu ruscha so'z aslida. Avansni o'zbekcha tarjimasini, o'zbekcha shariatga muvofiq qanday so'z ekanligini kim biladi? Bilmaydi. Lekin bir narsa sotsak darrov avansni olyapmizda, ishlatib qo'yapmiz. Uy sotadigan bo'lsak, oldin pul olyapmizda, uni to'lovlarga ishlatyapmiz. Mashina sotadigan bo'lsak yoki boshqa narsalar sotadigan bo'lsak, darrov olyapmizda, qaysidir joyga ishlatyapmiz. Buni nima deydi? Buni shariatda bay boshi deyiladi. Bay boshini olish mumkinmi? Mumkin. Ishlatish mumkinmi? Mumkin. Bay o'xshamasa-chi? Bitta mashina sotmoqchi edik. Bay boshi oldik, $100 oldik. Aytilgan vaqtda chorshanba kuni qolgan pulini keltirib beraman dedi, bera olmadi endi. Qaysidir holati bo'ldi. Molini sota olmadi, birovga pul berib qo'ygan o'sha bermadi. Chorshanba kunida bay buziladi o'zi aslida. Chorshanba kuni